Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, o'quvchilar. Demak, bugun biz galdagi zapisimizni boshlaymiz. Bu yerda biz o'tgan darslarda Tinkercadga qanday kirish, keyin led chiroqlarini qanday yoqishni ko'rib o'tgan bo'lsak, bu darsimizda biz demak mana ikkinchisiga o'tamiz. Buni hamma bilib oldi уже. Plusni bosgan holatda ikkinchisiga tushsak, biz bu yerda Arduino'dagi loyihalarni qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi buning uchun bizga bugun kerak bo'ladi Arduino. Biz musiqa asbobidan, demak, musiqa chiqaramiz. To'liqrog'i o'sha tez yordam yoki bo'lmasam ichki ishlardagi o'sha sirenalarni ovozini chiqarishga harakat qilamiz. Demak, bugungi darsimiz musiqa kodi deb qo'ysak ham bo'ladi. Chunki kod yordamida musiqa yaratamiz bugun. Musiqa kodi deb qo'ysak bo'ladi. Bizga Arduino'ni ustiga bosib mana R harfini bossak, demak Arduino'ni aylantiradi. Bizga mana shunaqa turgani qulayroq bugungi darsda. Demak, endi bizga piezo musiqa chiqarish asbobi kerak bo'ladi. Bu demak komplektlarda ham keladi, komplektlarda ham olib ishlatsa bo'ladi. Demak, endi bundan minus chiqarishimiz kerak. Minusni mana minus tarafi bu. Albatta bunga bitta rezistor ulab qo'yamiz. Rezistor ulab qo'ysak yaxshi. Rezistorni ham R harfini bosgan holatda aylantirib olamiz va mana bu yerdagi GND ga ulaymiz. Va undan chiqqan demak oyoqni mana rangini 1 ni bosgan holatda qoraytirib olamiz. O'tgan darsda aytib o'tgandim. Demak, o'sha 1 dan tortib 0 gacha bo'lgan raqamlardan ham simimizning rangini o'zgartirib olsa bo'ladi. Plus tomonini esa biz tartibli bo'lishi uchun ikkinchi oyoqqa ulab qo'yamiz. O'zi xohlagan oyog'ingizga ulasangiz bo'ladi. Biz doim endi tartib bilan ish ko'raylik deb ikkinchi oyoqqa ulaymiz. Mana bu holati tayyor. Endi bunga shunchaki kod yozsak bo'ldi. Demak, oxirida keyin sizlarga qo'shimcha topshiriq beraman. Bu yerda shablon kodi turibdi. Bu umumiy kod. Buni o'chirib tashlaymiz va bu yerga o'zimizning demak kodimizni yozamiz. Void setup qismidan boshlaymiz albatta. Void setup qismida demak, void setup qismida biz hozir dasturimizni boshlaymiz. Xo'p, void setup qismida yoziladigan kod. Birinchi bo'lib serial begin. Serial beginni bilasizlar. Serial begin bu ma'lumotlar o'tish tezligi 9600 esa 9600 bu bitlarda o'lchangan tezlik. Sekundiga 9600 bit tezlik bilan ma'lumot o'tkazadi degani. Keyin pastda biz oyoqni tanishtirishimiz kerak. Pin mode. Doimgidek ikkinchi oyoq output. Bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Doim aytaman, M harfi katta harf bilan. Ko'pchilik mana shu joyda yanglishib, demak, kodi ishlamay qoladi, yozgan narsasi ishlamay qoladi. Endi esa umumiy maxsus kod yozadigan kursimizni yopib olamiz va pastga tushib void lab qismiga o'tamiz. Void lab qismida biz yozishimiz kerak. Demak, tone. Chunki buni ishlatish uchun mana shu demak biz buyruq operatoridan foydalanamiz. Tone. Ikkinchi oyoq 540. Buni ishlatish uchun biz tonlar bilan ishlaymiz, o'shaning uchun 540. Hozir nimaga bunaqa bo'layotganini tushunib yetasiz. Delayga xo'p, delayga qancha? Delayga 500 lar qo'yamiz. Ya'ni vaqtga. Keyin yana tone. Ikki xil ohang berish kerak biz uchun. O'shaning uchun bu yerda o'chirish yoki yoqish degan narsa bo'lmaydi. Bu yerda tonini o'zgartirish bo'lishi mumkin. Demak, 540 bo'lgan bo'lsa, bunisini 840 qilamiz. Buni xohlagancha mana bu tarafini xohlagancha qo'yib o'zgartirishingiz mumkin. O'shanda har xil demak ton, har xil musiqa chiqadi. Bu musiqa asbobidan. Xo'p, mana bu yog'ini endi delayga bu yoqqa ham 500 qo'yamiz. Va umumiy kursimizni yopib olamiz. Umumiy kursimizni yopib oldik. Xo'p, bizda ovoz bormi?
Ovoz yaxshi. Ishlatamiz. Agar xato bo'lsa, qizil chiqaradi. Ishladi, ko'rdinglarmi? O'sha skoriy pomosh, o'sha tez yordamni ohangiga o'xshadi. Ko'rgan bo'lsanglar, bu kod yordamida yaratildi mana. Yana bitta eshitib ko'ramiz. Buni sizlar ham qila olasizlar bemalol. Bu milisanikini ham hammasini qilsa bo'ladi. Misol mana mashina o'zgartirsangiz, deylik, yokida mana qaranglar. Bo'pti, vaqtini o'zgartirib tushuntirib beraman. Bu keyin tonini o'zgartirgandagi holatni ham ko'ramiz. Bu hozir vaqtini o'zgartirgandagi holat mana. Hozir. Sardor o'xshadimi sizda? Sardorjon? Vaqtni o'zgartirganimizdagi holatni ko'rdinglarmi? Bu degani vaqt o'zgarsa, jarayon sal tezlashadi degani. Endi jarayonni joyiga qaytarib qo'yamiz, vaqtni joyiga qaytarib qo'yamiz, faqat endi tonni o'zgartiramiz. Bu delay vaqtidir. Mana kimdandir yana musiqa sadosi chiqyapti. Faqat yaxshiroq qilmabdi menimcha. Sardor yaxshi qilmadingizmi? Yo amalda qilyapsizmi? Yasadingiz faqat o'xshadimi? Nimaga unda tit qilib qolyapti? Nota bera olmayapti. Nota bersinchi? Xo'p, endi biz tonini o'zgartiramiz. 600 ga uzr bu yer vaqt. Mana bu ton 600 ga. Demak, bunisini 900 qilamiz. Endi eshitib ko'ramiz. Borgan sari o'zgaradi, to'g'rimi? Xuddi shu tartibda o'zgartirib, tonlarni to'g'rilab olsak bo'ladi. Ikkiga musiqa asbobini, o'sha musiqani biz har xil janrga solib kuylashimiz ham mumkin. Buni xudo xolasa keyingi darslarda kerak bo'lsa shifrlangan simbollarga solgan holatda ham ishlatib ko'ramiz, lekin undan oldin sizlar demak shifrlangan simbollarni o'rganib olishlaringiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi shu. Endi topshiriq qanaqa? Topshiriq shundan iboratki, bizda mana bunaqa qizil hamda demak ko'k chiroqlarimiz bor, to'g'ri? Mana qizil olamiz, keyin yana bitta chiroq olib, buni ko'k qilishimiz mumkin xolasak. Mashina mana shuni biz demak qo'shishimiz kerak mashinaga. Bunga qo'shishimiz kerak. Qanday qo'shsak bo'ladi? Kelinglar, oldin minuslarni ulab olamiz. Minus ulab olamiz oldin. Ikkitasini minusini bitta qilsak bo'ladimi? Sardorjon bo'ladimi? Minuslarni birga ulab olsak? Mana minuslari ulandi. Endi bu minuslardan sim chiqarib biz bemalol mana shu rezistorimizdagi ulasak bo'ladi. Hech qanday buni yomon tomoni yo minus tomoni yo'q. Mana shu rezistorga ulab qo'ysak bo'ladi. Ana. Minus ulandi, minus tayyor. Endi mana shu holatda biz plyuslarni ulash kerak. Plyuslarni ham birga ulasa bo'ladi, lekin biz alohida yoqmoqchimiz. Qizil yongan payti u o'chish kerak, u yongan payti bu o'chish kerak, xullas shunaqa holat bo'lish kerak. Kim qila oladi? Sardorjon qila olasizmi? Men borib hozir tekshiraman. Men hozir ekrandan demak ekranni olib turamanda kod yozaman. Keyin sizlarga ko'rsataman. Keyin sizlar o'sha narsani qilishlaringiz kerak bo'ladi. Mana buni ajratib turamiz. Endi ajratib turib, mana ekran ajratildi. Faqat zapis ketyapti hali ham. Men bu yerga ozgina o'zgartirish kiritaman, sizlardagi rezultatni ko'ramiz keyin.
sizlardagi rezultat ko'ramiz. Oldin biz qiladigan ish, demak, buni tanishtirib olish bo'ladi. O'xshaydi. Buni tanishtirib olish kerak bo'ladi. Ovoz chiqmayotgani, demak, kompyuterdan bo'lishi mumkin. Hozir men kodlarni yozyapman. Hurmatli o'quvchilar, keyin sizlarga ko'rsataman va sizlar buni qilishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerga bu oyoqni qo'yamiz. Yaxshi. Haqiqiy, demak, tez yordam yoki o'sha politsiya mashinasiga o'xshashi uchun yoki o't o'chirish mashinasini o'sha nimasiga o'xshashi uchun biz chiroqlarni ham qo'ydik. Chiroqlar ham birgalikda qo'shilib ishlasin deb. Ana endi bu yerga o'sha chiroqlarni ishlatamiz. Bu yerga yozamiz endi. Esinglarda bo'lsa, o'tgan darsda biz Digital Write dan foydalangandik, to'g'rimi? Kimda esida? Bu kod hozir ham faol, hozir ham ishlatsak bo'ladi. Faqat joyida ishlatish kerak. Mana bu joyda xato qildim. Joyida ishlatsangiz, bu ham zo'r. Xo'p, void labda jarayonlar demak takrorlangani sababli buni o'chish tarafini yozib qo'yish kerak. Hurmatli ota-onalar, kuzatuvchilar, videoni ko'rib turganlar, mana bu yerda mana bu ton uchun ishlaydi. Mana bu ikkalasi bittasini o'chirib, bittasini yoqadi mana. Buni ajratib olish uchun, xo'p, buni simini alohida qilamiz. Buni simini demak alohida qilamiz. Filiz tomonining simini alohida qilamiz. Shunda bilib olamiz qaysi sim qayerga tegishli ekanligini. Mana demak to'r bu yoqda ekan. Demak hozir qarang. Bu birinchisida qizil ishlar ekan, ikkinchisida demak ko'k ishlaydi hozir. Ikkinchisiga ko'kni ishlatamiz. Vaqtni yutqizmaslik uchun mana bu joyida nusxalab olib, tayyor bo'lgan nusxalab olib bu yerga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi faqat mana bu joylarni o'zgartirish kerak. Endi bunisida bu to'xtab turishi kerak. Bu esa faoliyatda bo'lishi kerak. Mana shu jarayon. Endi ishlatib ko'ramiz. Vaqt masalasi bor bu yerda. Kelgan biz mana buni ko'tarib qo'yganimiz uchun shunaqa bo'lyapti. Buni joyiga qaytarib qo'yamiz. 540 tonni to'g'rilab qo'yamiz. Eng yaxshi ton mana shu hozir 840. Keyin delayni ham, mana bu vaqtni ham ozgina qaytarib qo'yamiz. Bu vaqt. Buni ham hozir qaytarib qo'yamiz. Mana. Sizlarga hozir ko'rsataman, keyin kodini ko'rsatmasdan turaman. Sizlar o'zingizlar qilishingiz kerak. Bitta jarayon qattiq takrorlangani uchun bizda ozgina nosozliklar ham bor. Buni to'g'rilab bartaraf etamiz hozir. Chiroqlar lekin menda yonyapti. Hozir buni ko'rsataman sizlarga. Qanaqa yonayotganini ko'rsataman hozir. Menda o'sha chiroqlar qo'shilib yonyapti. Buni hozir ko'rib o'tasizlar. Xo'p, ozgina to'g'rilaymiz bu yog'ini olib tashlaymiz. Shu bilan masala hal. Endi bosamiz. Oldigidan yaxshi.
Nima bo'lyapti? O'xshatolmayapsiz. Ye. Bu nimasi? Hozir tekshiramiz. Hozir ekranni ochaman, bitta ko'rib olasizlar. Shunchaki nimasini to'g'rilayapman, vaqtini to'g'rilayapman. Bo'ldi, ranglar bilan ishlayapti. Mana hozir sizlarga demak ekranni ochib ko'rsataman. Kimdadir o'xshadi? Sizdami? Chiroq ham yonyaptimi? Mana bunaqa yonyaptimi? Chiroqlar ishlashini ko'rdingizmi? Demak, bugungi video shundan iborat. Agar videoni tushunmagan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Qayta ko'rish kerak. To'g'rimi bolalar? Bo'ldi. Agar videoda tushunmovchilik bo'lsa, qayta ko'rsangiz, xuddi sizda ham shunaqa rezultat bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.